Ha, men o'sha Zara Farhodovna SMMC Comedy Institute o'qiydigan qizman. Hozir endi ertalabdan birinchi bo'lib darsga keldim. 80 minut dars bo'ladi, albatta chanqaysiz, shu uchun suv oldim. Bitta savol keyin bo'ladi, nima uchun bitta para 80 minut, nima uchun 60 minut emas, nima uchun 50 minut emas. Men esa darsga kirdim, oxirgi partada mana bu sumka va resetkalik joyda eng qulay, komfortniy место. Aytgan ishiga darsga kirmasdan oldin birinchi bo'lib mashinamni moykaga bergan edim. Shu uchun darsdan chiqib taksi bilan texnikumga ketdim. Bitu texnikumida u yerda syomkalarim bor edi. Bu yerlarning sharoitlari haqida birozgina storieslarimga aytib o'tganman. Praktikani videosini olish uchun Bitu texnikumga ketdim. U yerga ham syomka qildim. Вообще praktikasi zo'r o'tlagan. Keyin mashinamni moykadan olishga keldim. Mashinamni chiroyli qilib moyka qilibdilar. Keyin esa obeddan keyingi darsimga bordim. Mana fakultetimda ertalab ham dars bor, obeddan keyin ham dars bor. Xullas, целый день dars bizga. Keyin esa ishimga ketdim. Bilasizlarmi, baxtimga yomg'ir yog'di. Qachon men moykaga bersam mashinamni, doim yomg'ir yog'adi. Sizlarda ham xuddi shunaqami? Buxoroni qaranglar, tabiatda yomg'irdan keyin chiroyli bo'ladi. Imенно ar. Keyin esa Metro Travelga kelib syomka qildim. U yerdan chiqib Dunyo Kidsga qarab otlandim. Yonimda esa shogirdim Sabrina. Dunyo Kidsga ham syomkalar qildik. Menga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarda yana zo'r vloglar olib qo'yaman. 4-noyabr kuni yangi SMM mobilografiya kursimga ham start beryapman. Kim qo'shilmoqchi bo'lsa, Zara SMMga yozinglar.